Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilarimiz kech bo'lganda men murojaat bilan chiqqanman. G'ulomov Qosimjon Sharifjon o'g'li 1992-yil Namangan viloyati Namangan shahri edi. Xullas pasporti bizda zalogga qolib ketgan ekan. Mana pasporti ko'rinibdimi bilmayman, ama pasporti shu bola. Agar bizni ko'rib turgan bo'lsa, pasportini zalogga tashlab ketgan ekan. Nimaga tashlagan bilmayman. Buni nomida rasmiylashtirilgan davirnos ham bor ekan. Nexia 2 ekan, 50U462QA. Davirnosi ham manda qolib ketgan ekan. Mana davirnosi. Mana xotinning ariza xati. Pasporti zalogda bizda turibdi. Shu pasportini telefon raqamini qoldiraman. Nimaga tashlab ketgan, qaysi mashinaga biz yo'l bilan shug'ullanamiz bilasizlar. Qancha pulga olib bo'lganmiz, meni qanaqadir zalog olib bo'lganmiz endi. Shu inson mana pasportini ko'rib turgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqib shuni ovoz sizlardan iltimos qilamiz.